Yo'q, erkak ish emas. Endi hozir tirikchilik qilish kerak-da. Ana ziyolilar juda ko'p. Oqlandi-yu, xalq bilmaydi ular. Shu birlashishni bilmaydi o'zbek. Mana qo'shning yomonlaydi, sen ham yomonlaysan. Mana qo'shning yaxshilaydi, sen ham yaxshilaysan. Tirikchilikdan tashlagan maktabda tashlagan. Paradni tashlamasa qanaqa kolxoz ishlaydi? Kolxoz tuzilgan. Buni siyosatchi bo'lib tug'ilish kerak. Sovet davrida. Sovet davrida O'qishga olmagan muxolifatchini o'ldi. Uning ichganidan keyin Layloni aytaverasiz. Yana boshlayman. Ha? Siyosatchi yo'q o'zbek. Shu qo'shildi bugunga aytsam bo'ladimi yo'qmi deb o'ylash yo'q. olib borilayotgan siyosatga qo'shilmaysiz. Endi mahallaning raisi bor-ku. To'g'risini aytaman, bizda O'zbekistonning o'zining tabiiy boyligi 50 milliongacha odamni boqishga yetadi degan. U kim bo'lishidan qat'iy nazar Tariqqa ham qiziqmaydi. Urushga qanchasi ketdi, o'shada o'lib ketdi, otilib ketdi. Qurultoy qilgan, qurultoy ham bo'lmagan. Siyosat shunaqa. Ko'pchilik like bosibdi, endi nima qaysi ma'noda bosgan, lekin bosib tashlab turasiz. Erkak bitta so'z bo'ladi.